Aqlli inson samolyotda halokatga uchradi. Assalomu alaykum kanal obunachilari. Agar bizni birinchi marta ko'rayotgan bo'lsangiz, like va podpisatsiya tugmasini bosishni unutmang. Hodisa ortidan Liviya armiyasi bosh shtabi rahbari vafot etdi. Anqara yaqinida xususiy samolyot qulab tushishi oqibatida Liviya armiyasi bosh shtabi boshlig'i Muhammad Ali Ahmad al-Haddod halok bo'ldi. Turkiya OAVlari xabariga ko'ra, 23-dekabr kuni Anqaradagi Esenbag'a aeroportidan Tripoliga uchgan Falcon 50 rusumli samolyot bilan parovozdan taxminan 40 daqiqa o'tib aloqa uzilgan. Samolyot bo'laklari Anqara viloyatidan Hayman tumani hududidan topilgan. Liviya hukumati generalining halok bo'lganini tasdiqladi. Turkiya ichki ishlar vaziri Ali Erlikiya aviahalokat yuzasidan tergov ishlari olib borilayotganini ma'lum qilgan. Samolyot bortidan general bilan birga yana 4 nafar yo'lovchi bo'lgan. Muhammad al-Haddod Liviya g'arbidagi qo'shinlar bosh qo'mondoni bo'lib, mamlakat armiyasini birlashtirish jarayonida muhim rol o'ynagan. Hodisa tafsilotlari aniqlanmoqda.